Assalomu alaykum, qadrbaland qadrdonlarim. Sizlarga video anchadan beri qo'ymayaptim. Men sizlarga fermuarli sumka boshladim degandim. Video darslik olishga tayyorgarlik ishlarini qilyapman. Qaranglar, men o'quvchilarimga oson bo'lishi uchun ikki xil uslubda to'qilishni o'rgatganman va o'rgataman. Qayerda nimada to'qilsa xato bo'ladi, nimada to'qilsa to'g'ri bo'ladi. O'shalarni oldin o'zim xatolarini bittasiga belgilab, kursda ko'rsatib, keyin xatosiz to'qishni o'rgataman. Bunaqa fermuardan 2 dona olgandim. Ancha bo'lib ketuvdi adashmasam olganimga. Bu boshqacha fermuar, ko'rib turganinglardek, bunaqasiga ochiladigan turburchak fermuar. Mana bunaqa rangdan ham to'qib ko'rdim va keyingisi sizlarga ko'rsatganim bunaqa rangli fermuar. Mana buni orqalarida o'zini bemalol to'qiydigan teshuvlarimiz bor. Mana darslik olish uchun ikki xil uslubda to'qib ko'rdim. Mana tilla rangiga och ro'ziviy qilib ko'rdim, kumush rangiga bu rangdan qilib ko'rdim. Xudo xolasa darsliklarimga qo'shaman buni. Buni ko'rinishi oson bo'lgani bilan burchak chiqarish, to'qishlari o'ziga yarasha mashaqqati bor va leskamiz mana уже leska men pachta qolmadi. Barakali leska. Bittasiylar 2 ta, 3 ta kichkina narsa to'qsanglar 4 talab anaqa sumkalarga yetib beradi. Mana xudo xolasa darsliklarimga bularni qo'shaman. Mana tayyor fermuarlarim darslik olishni boshladim xudo xolasa.